Ko'rib turganlaringiz Texas shtati, Austin shahri, downtown. Austin bugungi kunda Amerikada eng iqtisodiyoti va aholi soni jihatdan eng tez o'sayotgan shaharlardan biri, ya'ni birinchisi ham desak bo'ladi. Buni asos bugungi kunda ko'plab amerikalik yoshlar aynan shu shaharga, Texas, Austinga ko'chib kelyapti. Buni asosiy sababi bu yerdagi berilayotgan soliq imtiyozlari. Shuning uchun ko'plab amerikaliklar bu yerga kelib o'zlarini kompaniyalarini ochishyapti, yoshlar startaplarini qilishyapti. Taxmin qilinyapti, kelajakda Silikon vodiysi, ya'ni ikkinchi Silikon vodiysi San Fransiskoga raqobatchi shahar bo'ladi degan taxminlar bildirishyapti. Mana Indeed bilsangizlar, katta, mana ko'ryapsizlar, Indeed juda katta kompaniya, o'shani ham bosh ofisi aynan mana shu Austin, Texasda. Qachondir omadingiz kelib Amerikaga kelib qolsangiz va startap qilmoqchi bo'lsangiz, qaysi shaharda yashagan bo'lardingiz? San Fransisko yoki Austinda? Javoblaringizni izohlarda qoldiring.